Assalomu alaykum azizlar. Toshkent telekanalida sizni eshitamiz jonli loyihasi boshlandi. Doimgidek studiyamizga biz mehmon taklif etganmiz. Bugungi jonli efirimiz ham siz uchun manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Chunki malakali shifokor gepatologni taklif qilganmiz. Saodat opa Tohirova, tibbiyot fanlari nomzodi, gepatolog. Kayfiyatlari yaxshimi Saodat opa? Assalomu alaykum, rahmat, yaxshi. Keling, eng avvalo torch infeksiyasi haqida suhbatimizni boshlasak, kimdir bu infeksiya haqida yetarli ma'lumotga ega, kimlardir unchalik tushunchaga ega emas. Ega emaslar esa bu kasallikni eshitgandan so'ng biroz talvasaga tushib qolishi mumkin. O'zi torch infeksiya nima uchun inson organizmida paydo bo'ladi yoki o'zi har bir organizmda bo'ladigan infeksiyami? Marhamat. Torch infeksiya o'z nomi bilan bir nechta kasalliklar jamoasi bir bo'lib torch infeksiyani chaqiradigan kasalliklar majmuasi hisoblanadi. Torchning har bir harfi har bitta kasallikni bosh harfidan olingan. Masalan, torch degandagi T harf bu toxoplasmoz. Toxoplasmoz bu asosan hayvondan odamga yuqadi. Ko'pincha bizda keladi, "Voy, xo'jayinimdan toxoplasmoz yuqibdi" deydi. Yo'q, uzr. Odamdan odamga o'tmaydi bu. Bu hayvondan odamga o'tadigan kasallik va uni asoratidan qo'rqamiz. Eng ko'p tarqalgani, ya'ni homiladorlik paytida yuqtirsa va homilador bo'lsa, bola tushishi bilan bo'ladi. Undan tashqari homilador emaslarda esa toxoplasmoz asosan bu ko'rlikkacha olib keladigan qaytmas jarayon olib keladigan ko'zni ko'rlikkacha olib keladigan infeksiya bo'lgani uchun bunga juda ham alohida qaralgani uchun buni birinchi qo'yilgan. Demak, toxoplasmoz bu hayvondan odamga yuqadigan infeksiya turi hisoblanadi. Hatto buni sodda jonivorlarga ham kirgizishgan. Chunki u xuddi tirik bo'lib harakatlanadi. Yuqish yo'li mushuklarni terisidan silaganda bizda ko'pincha bo'ladi. Men ko'pincha har doim mana shu hali yana suhbat davomida toxoplasmozni eslatsangiz qaytaman, chunki juda ham ko'p qiziq voqealar bo'lgan. Demak, ikkinchisi T dan keyin O bu ki oazis degani, ya'ni mana shu joyda 200 xil infeksiya kiradi. Gepatit B, C, anaqa spid, RV, ureoplazma, miko, hamma mana shu jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar oazisga kiradi. Undan keyingi R harfi bu ko'pincha homiladorlikda hammani qo'rqitadigan, ya'ni rubella, qizilcha, krasnuxa degani. Rubella o'z ichiga o'sha ko'pincha tekshirganimizda M forma ko'ringlar deyman, o'sha rubella M va G ko'riladi. Keyingisi torchdagi S, ya'ni sitomegalovirus. Sitomegalovirus bu asosan so'lak orqali yuqadigan. Chet elda buni o'pishish kasali ham deyishadi. So'lak orqali yuqadi. Bu asosan tashuvchi bo'lib so'lagida turadi. Oxirgi H bu gerpes, mashhur uchuq. Gerpesda ikki xili bor. Birinchi xili bor, bu yuqori, mana ko'z, lab, yuqori nafas yo'llariga. Bu asosan onadan tug'ilayotganda yuqtirib olishadi. Gerpesda ikkinchi tipi bor. Bu jinsiy aloqada yuqadi. O'sha uchun asosan qizlarimiz turmushga chiqqandan keyin ikkinchi tipi chiqadi. Ungacha ikkinchi tipi odatda bo'lmaydi. Endi qon quyilganlarda bo'lishi mumkin, bu endi alohida mavzu hisoblanadi. Demak, torch deganda mana shu katta 5 ta infeksiyaning jamlamasi va ORS deganda shu yerda 200 ta infeksiya kirib ketadi. Mana shularning jamlamasi bo'lgani uchun ham va bu bir paytda bir nechta odamga tegib ketgani uchun ham hozirgi kunda menimcha torch so'zini eshitmagan birorta oila bo'lmasa kerak. Uning xavfi nimadan iborat? Mana hozir aytganimdek, har bitta qator, har bitta nozologiyani o'zini yomon taraflari bor. Masalan, toxoplasmoz ko'rlikkacha olib keladi. Bu yaxshi emas. Yoki agar homilador ayol bo'lsa, bola tushishi mumkin. Bu ham yaxshi emas. Bu hali eng ishod yomonini aytyapman. Oazis deganda
VICH, SPID kasallarimiz yaxshi emas bular. Gepatitlarimiz buni qarab turish kerak, nazoratda turish kerak. Ureoplazma, xlamidiya bular hammasi nazoratdagi. Rubella bu qizilcha. Bu asosan qizamiq. Mana qizilcha toshib ketadi. Shu joyda ozgina men aytaman, homiladorlarim keladi, voydod ginekologga yuboradi. Odatda o'sha ginekologda homiladorlarda tekshiriladi bu. Tekshirilganda ularda bitta xato ketadi. Tekshiruvda G formasini ko'rishadi. Nima farqi bor? Torch infeksiyani hammasi ikki xil tekshiriladi, hammasi. Birinchisi qonni o'zi yana ikkiga bo'linadi. Qonni o'zi, ya'ni qonda biz olganda umri davomida bo'lganmi va hozir bormi? Farqi bor. Umri davomida bo'lganmi? Bu G forma. Masalan, toksoplazmoz, immunoglobulin G. Qachondir toksoplazmoz yoki rubella, immunoglobulin G. Qachondir qizilcha bo'lganmi? Siz hozir homiladorsiz. Siz 2 yoshingizda qizilcha bo'ldingiz. Siz homilador bo'lganingizdan keyin o'zi rejali asosda uchetga qo'yilayotganda, ya'ni ro'yxatga qo'yilayotganda torch infeksiyani M formasi yo'qmi tekshirish kerak. Lekin ming afsus bizda vrachlarimizni o'zlari G forma berishadi. O'zlari sirpanib qoladi-da, keyin u hali g'ildirakdan chiqib keta olmay torch yo'q deb qo'ya qolishadi-da. O'sha uchun ham demak, torch infeksiya deganimizda M forma, immunoglobulin M ko'rish kerak. Ya'ni yoshlikdagi G ko'rib qolsak, torch o'sha rubella G ni ko'rsak, 2 yoshdagiz kelib chiqadi, doktor ko'radi, deydi. Sizda deydi, rubella bor ekan deb beradi. U G ga qaramaydi-da, vrach o'yinni bemorni o'zi bilmaydi albatta. Vrachni o'zi ko'radi, sizda qizam bor ekan, boring infeksiyangizga deydi. Homilador ming ko'y bilan yig'lab ko'zi qizarib keladi yonimga. Sodba, menda torch chiqdi. Nima chiqdi ekan? Bundan qarasak, rubella G. Unaqa emas-ku. Bu yoshlikda qizilcha bo'lganmiz. Ha, bo'lganmi? Xo'p, o'shani aytib turibdi-ku. Endi M formaga topshiramiz. Bor bo'lsa, mana men davola beraman. Yo'q bo'lsa, uzr, qaytib boring joyingizga deyman. Unuting, ya'ni sizda shunga nisbatan immunitet bor. Nima uchun biz homiladorlarni planoviy yoki rejali asosda ko'ramiz? Chunki yana shu ayolda mana shu infeksiya bo'lganmi, bo'lsa bu immuniteti bor. Demak, 2 qatlikda 9 oyda qo'rqmaymiz bu infeksiyadan degani. Bu yana ham yaxshi degani. Lekin ba'zida shu vrachimizda salgina o'sha uchun bizda malaka oshirish institutlari bor-da. Vrachlarni qayta hali charxlayveramizda. Shu sal charxlanmay qolganiga uchrab qolibsiz. Chiqisi yo'q, charxlab qo'yamiz deymiz-da. Demak, ana shu rubella bizga ko'p kelgani uchun u homiladorlik paytida bo'lsa, bola tushish bilan bo'ladi. Chunki bolagacha toshadi, karlikgacha, ko'rlikgacha olib keladi-da, homilani. O'sha uchun ular qo'rqadi. M forma bo'lsa. Ikkinchisi, demak, sitomegalovirus yo'qsa, endi o'pish kasali-da. Ba'zida erkaklar so'lagida tashuvchi bo'ldi, yangi uylandi, xotiniga o'pishni yuqtirdi endi. Deyman. Ana o'sha paytda agar yangi o'sha homiladorda bo'ladigan bo'lsa, bolada gidrotsefaliya, boshi uzunchoq, katta gidrotsefaliyalar bilan, boladagi nuqsonlar bilan tug'ilishlar bo'ladi deymiz. Gerpes bu o'ziga agar M formasi bo'lsa, birato'la birinchi bolam boshida kista qiladi, undan ko'p bo'lsa yeb qo'ya qoladi, bo'ldi. O'sha uchun ham bundan asosan ginekologlarimiz qo'rqadi. Chunki sog'lom bola ololmay qolamiz deb qo'rqqani uchun ham mana shu nimada ginekologiyada homiladorlarda tekshiriladi. Rahmat Saodat opa, batafsil tushuntirib berganingiz uchun. Aziz muxlislarimiz, mana ko'rib turibsiz, guvoh bo'lganingizdek, bugun biz studiyamizga juda ham malakali shifokorni taklif etganmiz, tibbiyot fanlari nomzodi gepatolog Saodat opa Tohirovani. Sizda ham savollar bor bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilish imkoniyati sizda mavjud. 71 kodi bilan 244 0141 raqamlari ishlab turibdi azizlar. Demak, savollaringizni biz kutamiz va ayni daqiqalarda bizga qo'ng'iroq qilib tushgan muxlisimiz borlar Saodat opa, ularning savollarini eshitamiz. Marhamat, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat, savolingizni aytishingiz mumkin.
Doktor, men ham xo'jayinimda ham gepatit bor. Lekin qizimda gepatit bor. Unda yoshligida plazma quyilgan. Inspeksiyaga olib borganimizda hali davolashimiz hali degan edi. Hozir yoshda uni qanday davolatsam bo'ladi? Jigariga zarari yo'qmi? Keling, hurmatli muxlisamiz, savolingizni yana bir bor takrorlab yuboring. Marhamat. Qizimda gepatit kasalligi bor. Men ham Qanday xo'jayinimda kasallik bor? ham Ovozingiz bo'linib qolyapti. Qanday kasallik bor? gepatit Gepatit C. Gepatit C, to'g'rimi? gepatit kasalligi bor. Necha yosh qizingiz? 4 yoshda. 9 yosh? 4 yosh. 4 yoshda. Qachon aniqlangan? Men komaga kirganda qon doktorlar o'sha qondan chiqqan deyishyapti. Qanda ham xo'jayinimda yo'q. Qon quyilganmi? Qon quyilganmi? Uzilib qolyapti. Qon quyilganmi? Quyilgan qon. Savol tushunarlimi? O'zingiz murojaat gaplashingiz. Savol. Xo'sh, Savol. aniq endi savolingizni ayting. Holat tushunarli. Infeksiyani hali yoshda dedi. Jigar Necha yoshdan davolatsam bo'ladi deb so'rayotgan ekanlar. Demak, qaranglar, gepatit C. Men har doim aytaman, gepatitlar ichida yaxshi ko'rganim C bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki unga qarshi protivirusni juda ham yaxshi protivirus chiqqan. Viruslarga qarshi preparatlar. Qarshi dori bor. 3 oy, 6 oygacha holatiga qarab berganimizda batamom organizmda ularni tilini aytganda o'lik chiqadi. Yo'q, jigarni yemaydigan. Demak, bu qizda gepatit C bor. 4 yosh dedilar, 4 yosh. Qon quyilganda yuqgan dedilar. Birinchi o'rinda qon quyilganda yuqishi uchun bu tekshirilmagan qon quyilgan bo'lsa kerak. Qanaqadir periferiyadami? Endi men tushunmayapman, chunki hech qachon qon quyilganda hozirgi zamonda hamma tekshiradi. Gepatit B, C, VIH hamma narsani tekshirib toza qon quyiladi bolaga. Endi hozir bu juda ham tarixga o'xshab, tarix eshitganday bo'lib qoldim. 4 yoshli bolada qon quyiladi. Demak, qaysidir chekkaroq hududdan bo'lsa kerak deb fikr qildim. Aloqadan ham bilsangiz bo'ladi, yaxshi eshitmay qoldik. O'shada endi bilmadim, chunki bu juda ham katta qo'pol xatolarning bittasi hisoblanadi. Mayli, agar gepatit C bo'lsa, hozir birinchi o'rinda biz nomerlar ham qoldiramiz, boshqa qilamiz. Bu ayol yana bir marta menga ulansin, chunki bu qizni qizalog'ini qayta tekshiriladi. Birinchi o'rinda PCR. Xo'sh, qachondir gepatit C yuqqan ekan. Hop, qachondir qon quyildi, yuqdi deylik. Hozir o'sha virus o'likmi, tirikmi? Jigarni yeb turibdimi? Ha, yeb turibdi bo'lsa, soni nechta? Nechta sonda yeb turibdi? Va uni olinadi-da, gepatologlar o'sha o'zi turar joy gepatologi nazoratga oladi. Yo'q, kesinlar mana biz o'zimiz nazoratga olib, qarab, bola 18 ga kirganda yoki qo'pol qilib aytganda 45 kilogramm ves olgandan keyin biz agar virus tirik chiqsa bolaga protivirusni beramiz. Virusga qarshi dori beramiz va bo'ldi. Umrini oxirigacha mazza qilib yashayversa. Faqat uni qonini birovga quyib bo'lmaydi. Ya'ni unda antitela bor. Lekin u virus o'lik, jigarni yemay turibdi. Unga zarar qilmaydi. Qo'pol qilib, sizni tilingizda aytganda bu tashuvchi bo'lib hisoblanadi. O'sha uchun mana shunaqa qilib beramiz. Jigari qurimaydi, sirroz bo'lmaydi, 90 yoshga kiradi shu qizaloqchamiz. Albatta. Ularga uzoq umr tilab qolamiz va sog' salomat bo'lsinlar deymiz. Yuqoridagi qo'ng'iroq qilgan muxlisamiz biz hozir shifokorimizni manzillarini, telefon raqamlarini ekranda namoyon etamiz. Imkon qadar telefoningizga suratga olishingiz mumkin yoki bo'lmasam qog'oz, qalamni olishga ulguring. Marhamat, rejissyorimizdan iltimos qilamiz Saodat opani Temirova. Telefon raqamlari, manzillari o'zlarini bemalol murojaat qilib tibbiy maslahat olish imkon
imkoniyatiga egasiz azizlar. Savollaringiz bor bo'lsa, aynan hozir bizning jonli efirimizga ham qo'ng'iroq qilish imkoniyati sizda mavjud. Telefon raqamlarimiz 71 kodi bilan 244 0141 raqamlari. Demak, suhbatimiz juda ham qizg'in tarzda ketyapti. Saodat opa, charchab qolmadingizmi? Torch infeksiyasiga yana qaytsak-da, aynan o'sha misol uchun bor infeksiya davolansa qancha muddatni tashkil etadi? Qancha muddatda undan xalos bo'lish mumkin? Umuman olganda xalos bo'lsa bo'ladimi yoki u infeksiya organizmda qoladimi baribir? Yo'q, mana shu joyda hatto vrachlarimiz ham mubolag'aga tushib qoladi-da, shoshib qolishadi. Demak, o'sha uchun ular nima qiladi? Mana shu yerda bitta kichkina xato bo'ladi. Torch infeksiyani G formasi umri davomida bo'lganmi? Masalan, hozir aytdim-ku, qizamiq, qizilcha bo'lganmi yoki uchuq, onadan tug'ilgan uchuq gerpes G ga topshirishadi-da, undan keyin chiqqanda, "Voy, senda torch" deydi, davo yozishadi. Davo yozgandan keyin bir oydan keyin kelib qayta topshirib ketdimi deydi. Yana qara, yana umri davomida qizamiq bo'lganmi yoki qizilcha bo'lganmi, uchuq chiqqanmi umri davomida yana shu immunoglobulin G, ya'ni rubella G gerpes G ga topshiradi, yana chiqib kelganiga keyin haligi bemor aytadi, men deydi shuncha pulga lecheniya oldim-ku deydi. Nimaga bu yana ketmadi desa, qaraydi, yana davom ettiramiz deydi, titr baland bo'libdi-ku deydi-da. Ya'ni o'z joyida o'zi aylanib, doktor aylanib qoldi-da. Chunki boshidan xato ketganda, boshidan doktor G ga topshirtirib qo'ydi. Ya'ni umri davomida bo'lganmi? 90 ga kirsa ham o odam topshirsa, masalan, bir marta 2 yoshingizda qizamiq bo'lgan bo'lsangiz, rubella G chiqdi, hozir 20 yoshingizda ham topshirsangiz, qizamiq bo'lganmi yoki qizilcha bo'lganmi? Ha, bo'lgan. 40 yoshingizda topshirsangiz ham rubella G bo'lganmi? Bo'lgan. 90 yoshda topshirsangiz ham bo'lgan. O'sha uchun ham sizda shunaqa savol bo'ladi. O'zi menda hammaga so'radi, bu o'zi bu qutulsa bo'ladiganmi, yo'qmi? Bu nimaga chiqaveradi? Yana aytayapman. Gerpes, hamma infeksiya, faqat toksoplazmoz 1 yilgacha M formasida turishi mumkin. Qolgan hammasi 1 oy turadi. Agar doktor davolasa davoladi, davolamasa organizm o'zi tushib ketadi davolashga. O'zi tushib immuniteti ko'p balandlarni o'zi yengadi-da, uni davolab G formaga o'zi o'tkazadi. Immuniteti slabiylar kuchi yetmaydi. Ular har doim qiynaladi. Ularga har doim doktor yordam berish kerak. Masalan, isitmalari tushmay yuraveradi, holsiz bo'laveradi, badandagi og'riqlar ketmaydi, immun sistema past bo'ladi ular. Ularga doktorlarning yordami kerak bo'lib qoladi-da. Demak, torch infeksiya yaqinda menga bir SMSlar kelib so'radi, torch infeksiya yo'q ekani, qanday yo'q? Bor. Faqat nimani tekshirishni bilish kerak. Ya'ni siz torch infeksiyani davolamoqchimisiz? Torch infeksiyani M forma. Endi menda savol bo'ladi. So'dpa, endi bu ko'proq vrachlar. Endi biz vrachlarga ham dars beraman-da. Ular aytadi, "So'd yorimni, masalan, o'z aytdingiz, torch infeksiya 1 oy turadi. U bizga 1 oydan keyin kelsa-chi, masalan, mana bola nobud bo'ldi, 1 oydan keyin, mana nobud bo'lish bilan kelmaydi-ku, raddomga bordi, bola tushdi, o'ziga keldi, 40 kun chilla deydi bular. Chillasini bizga 2 oydan kelsa, G turibdi. M ketib bo'ldi. Aytdingiz, organizm o'zi kurashdi, bolani o'ldirib yeb bo'ldi. U g'alaba qozondi, bayrog'ini ko'tardi organizmda. Biz qanaqa bilamiz? Unda avidnis degan analiz bor. Bu vrachlar uchun, bu oddiy xalq uchun emas. Oddiy xalq agar kimni qo'lida hozir bitta varoqlarni ana qilsin, men o'ylayman bir 80% uyda torch infeksiya bir marta biz ham topshirgan bo'ladi. Chunki hamma hali homiladorlik bo'lgan, o'sha nimadan o'tgan bo'ladi-da. Ana o'shanda torch infeksiya qog'ozlarini ko'tarsin, agar u yerda G forma bo'ladigan bo'lsa, masalan, o'shanda savollar, mana bir necha marta davolandimi, yo'qmi va ana shu joyda avidnis, ya'ni bu infeksiya eskimi, yangimi? Ana shu joyda bizga aytadi. Agar infeksiya eski bo'lsa, qo'rqma. Bu onangdan tug'ilayotganda yuqtirganing. Agar avidnis, niska avidni yaqinda bog'langan bo'lsa, niska avidni deydi. Endi bog'lanish, ya'ni endi G ga o'tdi bo'lsa, unda niska avidni. Buni immun sistemasini ko'tarish kerak. O'tkir holatdan surunkali emas, immunitet holatiga o'tayotganini to'g'rilash kerak bo'ladi. Torch infeksiyada surunkali degan narsa yo'q. Bor, o'tkir, hozir bor va immunitet unaqa tarixga ketdi degani bor.
tushunyapsizmi? Ana o'sha uchun torch infeksiya bor kasallik. Agar M formasida chiqsa, albatta davolash shart va PCR da. Ya'ni torch infeksiyani oazers degan joyda jinsiy yo'l bilan yuqadiganlari ko'p buni. Ana shu jinsiy yo'l bilan yuqadiganda ayollarda jinsiy a'zolarida infeksiyani PCR o'zini ushlab ko'ramiz. Mana senda ureplazma, mana senda xlamidiya. Masalan, ana uni davolab, mana virusda 1 oydan keyin o'sha o'zini sxemasi bor. Har bir infeksiyani davo vaqti bor. O'shanga dori berib, mana shunda kelasanda yana ana shuni topshirasan. Qani ketadimi yo'qmi? Ketganini ko'ramiz. Rahmat. Yana bir muxlisimiz bizga qo'ng'iroq qilib tushganlar va bizni kutib turibdilar. Assalomu alaykum. Marhamat, savolingizni berishingiz mumkin. Mani savolim gepatit C haqida. Hop, gepatit bo'lib o'tilgan, yetganlarida shu to'xtatuvchi, muzlatib qo'yuvchi dorilarni ichilgan. 6 oy ichilgan, yana qayta topshirilganda отказ chiqdi. Yo'q. Endi bu qanchagacha muzlab turadi? Endi odam vahma bosadi, shuni aytmoqchiman, yana qachon ichish kerak bu narsani? Yana sizlardan yaxshi analiz hamma yoqda, hamma kasbiy klinikada, poliklinika nima deydi, analiz oladigan joy bor. Eng yaxshisi qayerga borib topshiraylik. Ishonchli, hammasi daskanlarni chiqadigan. Mana shu o'rinda manzilingizni berishingiz ham mumkin. Demak, qarang. Hozir siz bitta narsani bildim. Mana shu joyda men har doim vrachlar bilan o'tirganda aytaman. Azgina ko'proq bemorga vaqt ajratsak, azgina bemorga, unga o'zini kasalligi va unga virusga dori berayotganda nima bo'lishini tushuntira olsak, mana shu savol bo'lmasdi. Meni bemorlarimda men o'tirib, ular bilan menda har doim muammo bo'ladi, so'rda ko'p uzoq kasal ko'rasiz deydi. Biz o'tirib kasal bilan gaplashamiz. Haqiqatdan buni iloji mana shunaqa savollar ertaga chiqmaydi. Ya'ni gepatit C 2 xil tekshiriladi. Birinchi tekshirish bu IFA umri davomida gepatit C bo'lganmi? Bu IFA analiz. Ya'ni sizni kimligingizni bilib olish uchun stomatologga operatsiyaga borishdan oldin, ko'zlarni operatsiyasi, chetga chiqishdan oldin shuni bitta tekshiradi. Homilador bo'lishdan oldin umri davomida gepatit bo'lganmi? Ko'proq BC'ni ko'radi. Ha, bo'lgan, bo'ldi. 90 ga kirsangiz ham tekshirganda bo'lganmi? Ya'ni IFA anti-HCV. Gepatit C ga qarshi kurashuvchilar bormi? Anti tanalar bormi? Askarlar bormi degan savolda. Ana shuni bilolmayapti. Buni doktor tushuntirish kerak. Doktor doktorchasiga tushuntiradi-da, xalq uni tushuna olmayapti. Ammo uni olamanda o'zimizda oddiy tilda mana bu 2 xil tekshirish bor. Adashma. Demak, birinchisi umri davomida gepatit B yo C mana bo'ladi C ga. Gepatit C bo'lganmi? Ha, bo'lgan. 90 ga kirsizdan topshiring chiqadi. Bo'lganmi? Bo'lgan. Bo'lganmi? Bo'lgan. Buni qonini boshqaga quyma degan ma'noda. Endi eshitdik. Xo'sh, hozir shu virus o'likmi, tirikmi? Jigar tirik bo'lsa, uni yeydigan ovqati jigar, boshqa narsa emas. Ko'zini ko'r qilmaydi. Boshini ishlamaydigan qilmaydi. Qo'lini ishlamay qolmaydi. Oyog'i ishlaydi. Faqat jigarda ishlaydi. Uni yeydigan organi jigar. Xo'sh, jigarni yesa oxiri sirroz bo'ladi. Biz hamma shundan qo'rqadi. Xo'sh, hozir shu qachondir bo'lgan ekan. Hozir virus o'likmi, tirikmi? PCR topshirish kerak. Mana menda gepatit C ni dorisini ichgan odamlarga aytaman. Boshida ko'ngling tinchligi uchun bir 2 yil har yil topshiribdi. Undan keyin har 2 yilda bir, har ko'nglingni umring oxirigacha chiqmaydi. Faqat analiz topshirayotganda aniq narsa ayt. O'likmi, tirik? PCR gepatit C качественный. Agar tirik chiqsa, количественный. Dori ichganlar hammasi качественный. Chunki o'lik chiqaveradi. Yaxshi dori ichgan bo'lsa, o'lik chiqaveradi. O'sha uchun hozir bilayotlar-da, undan keyin dori ichgandan keyin topshirganimda yana chiqdi, qanchada dori ichay. Yo'q, bularchi keyingi safar topshirgan yana IFA topshirgan. Umri davomida gepatit C bo'lganligiga topshirgan. O'sha mana shu joyda chalkashlik ketdi-da va
xalqda tushunmovchilik bo'lyapti. Mendan bu qachon qutular ekan, bu qutulib bo'lgan. Qachon qutular ekan deb o'tiribdi. Demak, bu opamlarga javoban siz ko'nglingiz tinchligini xohlasangiz, gepatit C o'likmi tirikmi PCR topshiring. Qayerda topshiradi, qayerda degan joyda to'g'risini aytsam PCR laboratoriyalari hammasi yaxshi hisoblanadi. Faqat nazorat qiladigan, chunki har bitta o'zini hurmat qiladigan vrach o'zini siz kelishingizdan oldin laboratoriyasini nimadan o'tkazib qo'yadi. Ertaga deydi, bunda deydi, tirik bo'lsa o'lik deb bersang mendan chiqadi. Men bu nimani obro'ni misqollab yig'ganman deydi. O'sha uchun deydi, laboratoriyang xato bo'lsa o'ldiraman deb qo'yadi. Chunki men o'zim qizlarimga aytaman. Klinikamizda qizlarga aytaman, qizlar, meni ikkita odam sindira oladi. Birinchisi laboratoriya, ikkinchisi xodimlarim. Aytganimni qilmasa, men aytganday dorini bermasa, men aytganday kontrol qilmasa, patsientga yetkaza olmasanglar, men sinaman deyman. Ya'ni men xohlagan narsa bo'lmadimi, men sinaman. Mana aniq gapirishim yo'q bo'ladi. Ikkinchisi laboratoriya, gepatit C tirik bo'lsa, ular o'lik deb beradigan bo'lsa, men sinaman deyman. Boshqa joyda o'sha uchun ham juda ham ko'p menda bo'lgan patsientlarimda men shikoyat, bizning klinika shikoyatlar bilan ishlaydigan klinika. Asosan menda klinikamda hamma mutaxassislarim bor. Ular keladi. Har bitta patsient bizda qanaqa yo'lga qo'yilgan? Patsient kirib kelishi bilan biz shikoyatni eshitamiz. Bir marta konsultatsiya to'laydi, kiradi, shikoyatni eshitamiz. Va o shikoyatni eshitgandan keyin shunchalik nabiti bo'lib ketgan, asos shikoyatni tagida kim endokrinolog turgan bo'lsa, sekin eshitadi, endokrinolog mana saniki ekan bular. Hamma narsasini tekshirib berib tayyor. Oxirida u bilan endokrinolog o'tirib gaplashadi. Asalim, sizda asosan va uni nazoratga qo'yamiz. 3 oy, 6 oy. O'sha vrach, o'sha bitta to'lagan konsultatsiya oxirigacha ketadi. O'sha vrach u bilan oxirigacha ishlayib beradi. Ginekologik shikoyatlar, masalan, keladi, boshqa narsa bilan keladi, lekin zamirada ginekologiya turibdi-da. Zamirada ginekolog doktorimiz keladi, biza уже hamma eshitadi. Yakun qilayotganda har bitta mutaxassis o'zi o'tirib bera keling deydi. Sizda, chunki u oddiy xalq bilmaydi, qaysi, nima u tushunmaydi. U aytadi, mana shu shikoyat deydi. O'sha uchun ko'pincha shikoyat bilan kelganda men aytaman-da, hazm yo'q, ovqat yeganda qornim dam bo'ladi, 2 dan keyin, obeddan keyin boshim og'riydi, faqat sherimda og'riq desa, gepatit B qachon topshirgansiz deyman. Gepatit bo'lmaganman deydi. Yo'q, savol aniq. Qachon topshirgansiz? U aytadi, javob aniq, hech qachon sariq bo'lmaganman. Uzr, bu yotishmas, oyoqda o'tkazish mumkin. Xuddi grippda o'tishi mumkin. O'sha uchun bitta gepatit B chiqsa, chiqib qoladi-ku, bo'lgan 25 yillik hayotimda ko'pincha mana xotinlar ichida bola o'lib qolib kelishadi-da, ularni tekshirganimda check-up deyman. Check-up ayolni, erini nima maqsadda bola nobud bo'ldi? Chunki ko'pincha tabiiy tanlashdan o'ta olmaydi, lekin infeksiya, bo'rini yesa ham, yemasa ham og'zi qon. Shu bechara yaxshi ham to'rchli infeksiya bor, to'rch. Kechirasan, urug' yaxshi emas. Erida qoni quyuq. Yaxshi emas, sperma kelgandan keyin urdimi, organizm odam yasayotganda ikkita tuxum qo'shildi. Ayolda tuxumi, erkak tuxumi. Qo'shilganda yaxshi emas. Erkakda urug'i tushsa, nima uchun 3 ta ko'zli odam yo'q? Nima uchun 3 ta oyoqli odam yo'q? Yoki bitta oyoq odam? Organizm juda aqlli. Xudoyim taolo shunaqa tayyorlab qo'ygan. Yasayotganda deydi. Uni ko'zi 3 ta-ku deydi. Delet. Tabiiy tanlashdan o'tkazmaydi. Tabiiy tanlashdan o'tmagandan keyin bola tushgandan keyin shunaqa yugur. Biz doktorlarga nima yopishgan? 4 infeksiya tekshir deydi. To'g'risida nimani topshiradi? Yoshlikda bo'lgan qizamiqni, rubella G, yoshlikda onasidan yuqtirgan uchuqni, qarabski gerpes G. Senda 4 deydi. Va uni davolash uchun, bular ham bolam tushdi-ku deydi-da, million davo oladi-da, 1 oydan keyin kelib topshirsa, yana G topshiradi, yana chiqadi. Yana davolash kerak. 3 ta 4 ta etap bilan kelganlar bordi. Asosiy muammo qolib ketdi. Mana tapchkada mix turibdi. Tapchkani keyin yara qil. Hamma mana buni davlat hech kim mixta olmaydi. Sababni izlamaydi, senda to'rchdan deydi. Immunitetini ko'taradi, boshqa qiladi, xullas qayerdadir metkaga tushib ketdi. Yana aytaman, G formani olib sirpanib qiynalib qolib ketaveradi. Ana shu yerda kuchli mutaxassis bo'lsa,
o'z gapiga, so'ziga aniq odam bo'ladigan bo'lsa, laboratoriyani aytdimi, javob bera oladigan doktor bo'lsa, o'sha joyda analiz topshirishlarini aytaman. Menga keling deb aytmayman. Yana ham aytaman. Hozir shunaqa zamonki, bemalol biz o'tirganda qaysi mutaxassis qanaqa javob beryapti, gapiga javob berib turibdimi, har bitta analizini to'g'rilab berdimi, ana o'sha joyda topshiring. Chunki siz himoyadasiz. U laboratoriyani уже borib to'g'rilab qo'ygan bo'ladi o'zini obro'yi uchun ham. O'sha uchun ham men har doim aytaman, keling marhamat bizada, chunki men shunchalik qattiq tekshiruvlarim bor, laboratoriya bilan juda ham aniq qilib turaman. Ko'pincha laboratoriyani men o'sha o'zini mutaxassislari bilan dogovor deydi, shartnoma tuzib qo'yganman. Chunki menda seryozni analizlar olinadi. Check up dedimi? Check up degani bu oddiy narsa emas. Buni keyin check upni olgandan keyin buni kallalar kelib tayyorlab beradigan, ana o'sha tayyorlab butun komanda biza 7 ta doktor bir bo'lamiz, hammamiz birgalikda ishlab tayyorlab chiqamiz. O'sha uchun men har doim laboratoriya tarafdan hech qachon menda bo'lgan gepatit B chiqsa bo'lgan, kelgan yolg'on deb shunday kelib kasal ko'rib o'tirman. Endi mana nima bo'lib ketganda, kelganda mana men boshqa joyga topshirdim, chiqmadi. Siz aldar ekansiz, aldab davolar ekansiz deganda shundan qaraganimda menga qaradiganman. Men har doim bir xil savol kadr ortda ko'rib turgan bo'lsa, hozir turib test beradi. Chunki men aytaman, agar sen mendan tashqari bitta joyga bording, xo'p bo'ladi. Yana ikkita joyga borasan. Общий 4 ta bo'ladi. Agar ularda ham gepatit bo'lganmi, mana B masalan bo'lganmi, yo'q deb chiqib kelsa, klinikamga nima tekshirib bo'lsa, hammasi pulni qaytaraman. Agar bor deb kelsa, bizday doktorni yo'qotasan, sen bilan xayrlashaman. Bu yog'iga senga konsultatsiya ham bilim ham bermayman deyman. Chunki biz shunaqa joyga keldik, kasal yo'qotishdan qo'rqmayman. Kasal meni yo'qotdi deyman. Da, balki bu samatsan ham balanddir. Chunki u kelib men kasal ko'rib turganda meni hurmatimni qilmay oldimga otdimi? Bu unga nisbatan javob bo'ladi va hali birortasi kelmagan, hammasi o'shalar qayta kelib, kechiring, uzr, o'zingiz davolang. Har doim erim aytadi, juda ko'ngling bo'sh deydi. Hammasini kechirganman, lekin kechirganimda ichimdagi g'ururim, qizlarimga ko'rdinglarmi deganman. Tushunyapsiz? O'sha uchun haqiqat egiladi, bukiladi, hech qachon sinmaydi. Chunki har bitta bemor kelganda o'zimni opam, ukam, singlim deb qabul qilaman. Va yana bir bemor bizni kutyapti. Saodat opa, juda ham yaxshi, juda ham chiroyli tarzda faoliyatingizni aytib berdingiz. Assalomu alaykum. Siz jonli efirdasiz. Bemalol savolingizni berishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Alaykum. Uzr, hozir meni kuzatyapman. Juda ham qiziq mavzu bo'lyapti. Ko'proq gepatit, torsh. Nima savolim sal boshqacharoq mavzular edi. Bilmadim qanchalik o'rinli. Ikkita savol. Birinchisi, farzandim bor, allergiya bo'lib qolgan shu shirinlikka. Men eshitdimki, shunaqangi metodlar bor ekan, qonni zardobini olib, bolaga o'ziga qo'shsa, davosi bor, shunaqa deb ikkita odamdan eshitdim. Shunga boshdan oldin bu bilmoqchi edim, qanchalik bu, ya'ni yaxshi, qanchalik haqiqat, bu mashinist emasmi? Ikkinchi savolim, mana hozir o'zim shu xonadorman, sahr уровень menda qonda 5.1 chiqdi. Уже panika ko'tarishni boshlashdi. Hozir voysan уже gestatonda nimaga sahrda anaqa ugroza desan, oldin bu narsa bo'lmaganda boshqa xonadorligimda. O'shanda mash haqida ham ozgina agar soqlari bo'lsa, nima berib ketsangiz bo'lardi. Rahmat kattakon. Demak, qarang, birinchi savollari bolamda allergiya, shirinlikka allergiya. O'zlari aytadilar, shirinlikka allergiya. Allergiya bu nima? Ya'ni allergen bo'lsa, unga qarshi javob reaksiya. Bu bo'yicha biz alohida o'zini mutaxassislari bor, qo'yib beringlar. Bola bilan o'ynashmang. Sarafani nima deydi? Hali birov ko'cha, iltimos, bolani paydo qilishni o'zi bo'lmaydi. Uni katta qilishni o'zi bo'lmaydi. Iltimos, uni davolashni ko'chadagilarga qo'ymaymiz. Siz uchun alohida mutaxassislar, alohida allergiya markazlar bor. Birinchi o'rinda ularga borsangiz, bolada nimaga nisbatan allergiya bor aniqlaydi. Va birinchi davosi va bitta davosi o'sha allergenni chetlatasiz.
Shirinlikka bo'lmaydi, bu shirinlik bermaysiz, boshqa iloji yo'q. Agar yo'q, men shirinlik bersam allergiya bo'lmaydigan bo'lsin desangiz, o'sha vrachni davosini olishingiz kerak bo'ladi. Bu bo'yicha ilmiy ishlar qiladigan, bu bo'yicha hali kuniga 40 ta, 50 ta bemor ko'radigan shifokorlar bor. Iltimos, bolani ko'chani bilan davolanmaydi. Buni o'zini markazlariga olib boriladi. Olib borilgandan keyin markazlar o'zi bolangizni jonim deb qabul qilib oladi-da va o'zlari sizga tashxisni ham qo'yib beradi, nima qilish kerakligini ham aytib beradi. Biz doktorlar xalqqa shu uchun o'qidik. Biz sizlarni sog'liklaringizni qilib berish uchun. Sizda tibbiy nimangiz yo'qligi, ya'ni siz biz savodxon. Chunki biz o'sha payt institutda o'qiganda siz boshqa joyda o'qigan bo'lgansiz. Demak, yakuni sifatida 4 yoshli bolami, o'sha yosh bolani allergiyasi bilan hech qachon hazillashilmaydi. Chunki allergiyadan keyin astmatiklar bo'lib qolish asorati yomon-da. O'sha uchun o'zini mutaxassisiga olib boring-da va oq xalatliklarni qo'liga topshiring va ular aytganini qiling. O'zingizga keladigan bo'lsak, homiladorlikda sahrdan juda ham qo'rqamiz, chunki bizada homiladorlikda sahr oshib ketaversa, bola ichida nobud bo'lib qolish holatlari ko'p bo'lgani uchun katta so'roqda. O'sha uchun aytiladi. Lekin biz o'zimiz ko'pincha bunaqalarni tekshirganimizda, bizada homiladorlikda hali nima xohishlari ko'payib ketadi. Endi homilador u katta odam. Xohlagan narsani yeyveradi. Kola deydimi, padriyat xohlagan, homilador emaslik paytidagi narsani hammasini yeyveradi-da. O'sha uchun bizada ham sahr 5, endi 5 bu sahr emas. 5-6 gacha norma. Biz aytamiz, ozgina og'iz tikamiz. Bir hafta shirinlikni chiqarib tashlaymiz va yana qayta analiz topshiramiz. Shirinlik umuman, mana hozir uzum, bu ham shirinlikka kiradi. Qovun ko'p yeb keladi-da, yoki bir kun oldin tort yegan bo'ladi, analiz topshirgan bo'ladi. O'sha uchun bir hafta diyetani qiladi, bir hafta shirinlikni chegaralaydi, bir haftadan keyin yana topshiradi. Agar bu sahr oshaversa, endi osh degani 7-8, unda 3 oylik sahr topshiradi, endokrinologlar nazoratga oladi, bu bilan alohida ishlanadi, tug'ish joylarigacha gaplashib, bola nazoratga olinadi. Ko'proq boladan xavotirga olamiz. Chunki bu katta so'roq bo'lib ketganda bola ichida o'lib qolishdek vahimasi bor. O'sha uchun hali nima deydi-yu, 5 ni vahima qilib yorishgani, sizni qaragin, ko'zingni och degan ma'noda aytishgan bo'lsa kerak. O'sha uchun siz bir hafta diyeta qilib, shirinlikni chegaralab, diyeta qilib, suvni ko'paytirib, bir haftadan keyin qayta qon va peshob analizi topshiring. Juda ham yaxshi. Rahmat maslahat uchun. Saodat opa, ayni daqiqalarda biz biroz tanaffus qilib olishimizga to'g'ri keladi. Bizda chunki reklama vaqti. Azizlar, undan so'ng biz yana davom ettiramiz. Marhamat. Bobur, qarang, siz nima deysiz? Madina, odamga taskin berishni bilasizmi? Albatta, bizda esa reklama. Men doim shunday uchishni orzu qilardim. Yo'q, biz dam olamiz deb o'ylagan. Tizzalarim nolimasligi uchun menga Teraflex Ultra yordam beradi. Axir uning tarkibida gingerol bor. U og'riqni yo'qotishga yordam beradi. Bo'g'imlarni tiklash uchun esa xondroprotektorlar va noyob kollagen saqlaydi. Sizning sevimli bo'g'imlaringiz uchun Teraflex Ultra bor. Maktabga bolalar ham, ota-onalar ham tayyor. Market Yandex.Go dan. Boshlang'ich sinflar uchun maktab to'plami Yandex Split bilan 24750 so'm darhol. Qolgan qismi muddatli to'lovga xarid qiling. Siz to'lagan soliq bugunimiz va kelajagimiz uchun sarf bo'ladi. Ya'ni soliqlar davlat byudjeti uchun, byudjet esa siz u biz uchun. Soliqlar bu yoshlar ta'limi, sog'lom jamiyat va tezkor tibbiy yordam, ravon yo'llar va qulay jamoat transporti, raqamli rivojlanish va zamonaviy davlat xizmatlari. Soliqlarni o'z vaqtida to'lash bu faqat burch va majburiyat emas, balki yurtga g'amxo'rlikdir. Siz to'lagan har bir so'm ertangi kun bugundan ham yaxshi bo'lishi uchun qo'shilgan salmoqli hissa. Soliqlar taraqqiyot poydevori. Tugadi. Xavotir olmanglar. Mana hozir to'xtagan joyidan davom ettiramiz. Marhamat.
Azizlar, siz Toshkent telekanalida sizni eshitamiz jonli loyihasini tomosha qilyapsiz va ayni daqiqalarda bizni jonli efirimiz boshlanishi bilan davom etishi bilan yana bir qo'ng'iroq egasi bizni kutyaptilar. Ularning ham savollarini eshitamiz. Marhamat, savolingizni berishingiz mumkin malakali mutaxassisimizga, shifokorimizga, gepatologimizga. Marhamat. Va yana bir narsani iltimos qilamiz, qo'ng'iroq qiluvchi muxlisalarimizga iltimos bizga qo'ng'iroq qilganingizda boshqa xonaga chiqib ketishingizni yoki bo'lmasam televizoringizni muruvvatini o'chirib qo'yishingizni, aloqaga kirishganingizdan so'ng siz bilan yaxshi aloqa qila olmaymiz, chunki sizning ovozingizni biz eshitmay qolyapmiz. Tayyor bo'lsangiz, marhamat, savolingizni berishingiz mumkin. Alo. Va alaykum assalom. Marhamat. Mana qizim 26 yosh. Ikkita farzandi bor. Turmushga chiqqan. Qizligidan biri bosh og'riydi. Necha martadan davolatganmiz. Kelib deyishdan tretiniya yetgan xullas har 6 oyda bir yil lecheniya oladi. Bankalarda o'tadi. Lekin umuman boshi tuzalmaydi. Shunga ham ko'rasizlarmi degan savol bermoqchi edim. Agar ko'rsanglar, bunaqa oldingizga boramiz. Hurmatli muxlisamiz, marhamat, siz savol berishingiz mumkin. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Boshini MRT qildirganmisiz? MRT qildirilgan. MRTda nima chiqqan? Voy, hozir o'zida qog'ozlar ancha bo'lgan, nega? Qancha bo'lgan MRT qilganingizga? Qancha bo'lgan? MRT doktor bahorda yotgan edi больницada. Shunda qilgan. O'tgan yili MRT qilingan. Bo'yin venalari o'ziga qilinganmi? Yo'q. Balki boshqa yaxshi qon aylanish bo'lmay turibdi deb tekshirilganmi? Yo'q. Sut yo'llari, ko'krak bezlari o'ziga qilinganmi? Yo'q, unaqa qilinmagan. Qon quyuqsi yo'qligida tekshirilganda qon qanaqa chiqqan? Qoni bir xilda quyuq chiqadi. Davleniyasi ham doim past yuradi. Yo'q. 26 yosh dedingiz, to'g'rimi? Ha. 26 yoshda davleniya chiqib yurishini o'zi bu yaxshi emas. Demak, qarang, bosh og'rishi o'z-o'zidan emas va uning sabablari bir nechta bo'lib hisoblanadi. Siz hozir aytganingizda, siz menimcha bizani o'zimizga mana, chunki bu shikoyat-da bu. Siz keling, sizga bitta anaqada bir nechta doktor birdaniga yondashamiz. Nimaligini bilamiz, faqat qog'ozlaringizni olib kelsangiz, eski analizlaringiz bizga juda ham yordam beradi. Nima sababdan, nima qilingan? Menimcha siz bitta mutaxassis bilan ishlab qolgansiz-da. Bu yerda bir nechta mutaxassis bilan ishlashingiz kerak bo'lgan. Endi bu meni hozircha fikrim, chunki sizni ko'rmasdan avval siz bir vaqt topib klinikamizga murojaat qilsangiz, mana murojaat uchun telefonlarni ham berib qo'yishadi. Bir kelsangiz, bir o'tirib, biz hammasi bor. Chunki bitta narsa, manzilimiz algoritm, Chilonzor algoritm dahasi G35 deb yozsangiz ham bo'ladi. Nurmed klinikasi. Yaqinda yana doktorsiz bo'lib chiqamiz, lekin bu filialimiz ham ishlab turadi bizada. Ya'ni biza shikoyatlar bilan davolaydigan klinika. Siz olib kelasiz, qizingiz bilan birgalikda kelasiz, chunki menga 26 yoshda davleniya ko'tarilishi bu yaxshi emas. Qon bosimi ko'tarilishi bu yaxshi emas. Buni sababini ko'rish kerak. Chunki davleniya chiqishi bu icebergning uchi, mana tog'ning uchida, uni tagida ko'p narsa turibdi. Sababi, agar biz shu davleniyani sababini topsak, o'sha bosh qolib ketishi ham mumkin bo'ladi. Bu bilan meni komandam, jamoam chiroyli ishlab beradi. Kelsangiz, shikoyatlaringizni eshitamiz, qilamiz, gaplashamiz. Xudo xolasa ijobiy fikrga natija olib, biz haqimizda ijobiy fikr qoladi deb o'ylaymiz. Juda ham yaxshi. Demak, bizni hozir juda ham ko'p millionlab tomoshabinlarimiz ko'rib turishibdi. Ularda bir savol tug'ilishi tabiiy, shunday malakali shifokorning manzillari, telefon raqamlarini bering degan. Azizlar, demak, diqqat qiling. Telefoningizni tayyorlab oling, suratga olishingiz mumkin yoki bo'lmasam qog'oz qalam olsangiz, rejissyorimizdan iltimos qilamiz. Demak, Saodat opa Temirovani manzillarini ekranlaringizga chiqazib ko'rsatib beradilar. Yozib olishga harakat qiling. Marhamat, ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ham faollar, manzillari mana ko'rinib turibdi, telefon raqamlari ham ishlab turibdi. To'g'rimi, Saodat opa? Vaqtimiz juda ham oz qoldi. Siz gepatologsiz. Ana endi esa jigarga o'tsak,
jigar funksiyasi yaxshi ishlashi uchun biz nimalarga e'tibor berishimiz kerak? O'zi jigarimiz yog'langan yoki yog'lanmaganini biz qayerdan bilamiz? Marhamat. Odatda jigar yog' bosishi gepatoz ko'p. Hozirgi kunda bilasizmi, bir qo'pol qilib aytsa bir juda ham ko'p yoshlarda ham uchrayapti. Ha, yoshlarda ham. Chunki biz aytganimizda jigar yog' bosishi bu noo'rin ovqatlanish, og'izga kirayotganni palapartish kirib ketish, uni foyda emasligiga qaramaslik, haligi ko'katlardan uzoqlashishimiz, tabiiylikdan uzoqlashishimiz. Bu hammasi shunga bog'liq. Ko'proq iste'mol qilish oqibatida. Chunki tezlik, ishimiz rivojlanyapti. Tez. Mana chet elga boring, ular ham shu yog'dan, jigar sirrozidan aziyat chekadi. Hammasi shunaqa. Yog'li jigar sirrozi bor, alkogolli aroq ichganniki shu yo'qolib ketyapti. Yaqinda Qizil kitobga kirsa kerak, hech kim ichmay qo'ydi, to'g'risi. Juda ham yaxshi, bu quvonchli. Bu yaxshi, quvonchli, lekin uni o'rnini yog'li ovqatdan, yeyishdan, noto'g'ri ovqatlanish tartibi, suvni joyiga qo'ymaslikdan, vaqt bemalol masligidan bunga oldinlari bilasizmi nima qilardi? Ertalab kasha, bo'tqalar, obedda birinchi sho'rva, keyin ikkinchisi, keyin yana aytlardi ertalabni o'zing ye, tushlikni o'rtog'ing bilan kechqurun dushmaningga berib yubor deylardi-da. Bu gapni tagida gap ko'p edi. ma'noda ham. Bu bekorga aytilmagandi. Ya'ni kechki ovqatni yesang, hamma organda, jigarlarda, hamma joyda yog' bosish ketadi yoki yegandan keyin darrov yotmang, yurib kelgin. Yurib kel. Chunki menda hozir juda ham ko'p jigarda yog' bosish juda ham ko'p kelib turibdi va sekin-sekin yog'ni hisobidan jigarda sirrozlar ko'payib ketdi. Sirroz bu prigovor emas. Buni qaytarsa bo'ladi. Eng tez regeneratsiya bo'ladigan organ bu jigar. Nimaga hozir jigar almashtirganda 70% ni oladi-da, 70% aka, uka yoki kimnikidir olib qo'yib qo'yadi. Uni 70% ketdi. Qarabsizki, bir vaqt muddatdan keyin uni 70% o'sib chiqadi, tiklanadi. Jigar bergan odam yana yangilanadi, yosharadi, yuzlari tiniqlashadi. Jigar olgan odam ham yosharadi, chiroyli bo'ladi. Ya'ni o'z-o'zini tiklash xususiyati bor. Biz nima qilamiz? Biz olamizda jigarda oldinlari faqat 4-25 yildan beri shu sohadaman. Oldinlari faqat o'ziga qarardi, jigaringiz yog' bosgan, bo'ldi, ketdi. 10 kun davo berilardi. Bor, hozir ham bor, shu sistemada ishlayotgan. 10 kun bo'ldi, siz yaxshi bo'ldingiz deylardi-da va 10 kun lecheniya bo'ldi. Aytadi, "Men jigar yog' bosishiga lecheniya olganman" deydi. Kechiribsiz. Lekin bu yoqda fast foodni yeyveradi. Uzr deyman. Hech hamda qaniydi agar 10 kun davo bilan jigarni yog'ini olib bo'lganda edi, yog' bosgan odam bo'lmas-edi. Bu planetada bo'lmas-edi. Bu bunday oson emas. Ya'ni potokni to'xtatish kerak. Birinchi o'rinda rejim. Eng oddiy narsa. Onda uxlash kerak. Yo'q, ovqatdan ham oldin. Onda uxlash shart. Chunki organizm aytadi, "Sen onda uxla. Sen uchun men organizm musirni men tozalayman" deydi. Ko'z aytadi, "Men yopib ber, men musirni tozalayman." Bosh miya aytadi, "Sen yotib ber, men olib tashlayman bugungi kun davomida ko'rgan minus negativlaringni." Yurak aytadi, "Sen yotib ber, men chiroyli toza." Jigar aytadi, "Sen uxla" deydi. Faqat yema, uxla, men kuni bilan tushgan toksillaringni tozalayman deydi. Biz nima qilamiz? 10da emas, 12da uxlaydigan organizm aytadi, "Xo'p, bo'ladi, taqsirim" deydi. Bizga aytadi, "Sen 2 soat bugun kech uxlading, 2 soatni musiringni o'zing tozala" deydi. O'zing tozala. 12da uxlagan odam ertasi kuni lanchroq yuradi, lanchroq. Yoqmaydi. Obeddan keyin, tushlikdan keyin уже все o'chadi. Qachon uyga borsam, qachon yotsam o'tirib, mana. Endi 12 mayli, 12 holva, kamroq musor qolgan. 2da uxlaydiganlarni ko'ring. 2da uxlasa 4 soatli musor qolib ketadi. 4 soatli musorni o'zing tozala deydi. Ertasi kuni xotira pastligi, uyquga to'ymaslik, cho'ta g'alatiman. Kofe ichaman deb qo'yadi. Kofe taqada qahva ichaman deb qo'yadi. Qahvadan tuzaldim deydi. Bu ong ostiga kirgan bo'ladi. Ya'ni 4 soatli musorni o'zing tozala deydi. Natijada bu yig'ilib doktorga zor bo'ladi. Mana chet ellarga borsangiz yoki umuman dejurstvo qiladiganlarga 2 barobar ko'p pul beradi. Kechasi dejurstvo qiladigan. Nima uchun? U davlat aytadi, "Sen kechasi ishlayapsan,
sani organlaring o'zini vazifasini qilmadi, tozaligi yo'q. Mana senga ko'proq pul, ertaga puling bor doktorga ketadi. Doktorga zor bo'lasan deydi. Lekin bizda nima qilamiz? Dejurstvamiz yo'q, uyda telefon, televizor o'tirib olamiz. Hech bola ham yo'q, qiynaydigan bola ham yo'q. O'zimiz uxlamaymiz. Kino ko'ramiz. Hali kerakmas nimaga kirib qolamiz, kirib qiling. Ertalabki 5 dan keyin qiling yoki 10 gacha qilib bo'ling. O'zingizga o'z birinchi o'rinda rejimni qo'ysangiz, hatto semiradiganlarga ham aytaman, uyqu rejimini to'g'rilasang ozasan deyman. Bitta shu uyquni normaga qo'ysangiz, bu ketdimi? Ikkinchisi, ko'p kishi keladi, kuni bilan och yuradi, vaqti yo'q yeyishga, kechqurun xamirli ovqat yeb oladi-da. Xamir bo'ldi. Manti, chuchvara, vot ketma-ket xamirda. U xamirda bir bo'lagini o'zi ham qancha bizada energiya beradi. U bir bo'lak xamirni yegandan keyin yarim soat begovoyda yugurish kerak. Bir laganga bir kun yugurish kerak. Nima qiladi? Yugurmaydi, yotadi. Natijada yig'dimi? Mana shu. O'shanda bizada kelganda oldin faqat o'ziga qarab aytardik. Sizda jigar yog' bosishi, mana sizga dieta. 2012-yildan keyin fibroskan apparati chiqdi. To'g'risi, juda ham menga yoqdi. O'shandan keyin men meditsinada izlagan narsam aniqlikni yaxshi ko'raman-da. 2 ga 2 ni qo'shsa to'g'ri. Fibroskan apparatida yotadi. Prosta fibroskan hozir xillari ko'payib ketdi. Uzi apparatdan datchikligi bor. U aytmaydi. Fibroskan apparati haqqisida jigarni tekshiradi, aytadi. Sizda norma 508 gacha zararlansa ruxsat. Havodan boshqadan. Lekin 508 dan ko'p bo'ldimi, birinchi darajali zararlanish, masalan 6,5 son qo'yib beradi. 18 sirroz deydi. Jigaringni 61% dan ko'pini yog' egalladi. Ko'zingni och, to'xtat, rejani to'g'irla deydi. Rejangni to'g'irla deydi. Fibroskan degan apparat. Ikkinchi, xo'p, jigar nimadan zararlandi? Hali aytganimdek, gepatitdan bo'ladi, aroqdan bo'ladi, ya'ni qo'pog'ida ichkilikdan bo'ladi va yegandan bo'ladi. Xo'sh, men aytaman, gepatit yo'q, tekshirganmizda. Ichmaydi, juda ham ajoyib, asal o'tiribdi yonimizda, masalan deymiz. Sanda demak yog'dan ekan. Ana shu fibroskan yog'ni ko'rsatadi. 205 gacha norma. Endi eshiting. 245 birinchi darajali yog' jigarni ustida deydi. Og'zini tikib qo'ysak yetadi. Yurgizamiz. 10 ming qadam yurgin deymiz, og'zingni tikkin deymiz, 10 da uxla, 5 da yurishga chiqib ketgin deymiz. Mana shunday qilamiz. Endi undan keyin 3-daraja endi qarang. Birinchi jigarni ustiga tushdi, 2 oraga kirib jigar shishgan deydi. 3 sirrozga olib keladi. Men aytaman, sirroz so'zdan qo'rqma. Yog'li sirroz eng osoni deyman. Og'zingni tiksang, bo'ldi. Mana senga reja bir baro yozib beraman. Yordam uchun o'sha o'zini maxsus dorilarni berib qo'yaman. 6 oydan keyin chaqiraman va 6 oydan keyin aytaman, menga fibroskan tushib kelasan deyman. Oldingi fibroskan bilan hozirgi fibroskan shunday solishtiraman. Agar yog'i ketgan, fibroz orqaga qaytgan bo'lsa, aytganimni qilib sizga, rahmat sizga, yana 6 oy deb ikkinchi sal yumshoqroq qilib beriladi. Agar o'zgarmagan bo'lsa fibroskanda, o'sha yog' turgan bo'lsa, uzr aytganni qilmabsiz deyman. Chunki bizada ko'p, men har doim fibroskan bilan ishlaganimda, lekin fibroskanni ham hozir ana uzi apparatdan datchiklar chiqqanda ko'p ortiqcha gapirib yuborishadi. Tushunarli. Saodat opa, yana siz bilan bog'lanishsa, ko'proq ma'lumotlarni berishingiz mumkin. Vaqtimiz juda ham oz qoldi. Yana bir qo'ng'iroq egasi bizni kutib turibdilar. Ularning ham savollarini eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Siz jonli efirimizga qo'ng'iroq qilib tushdingiz. Assalomu alaykum. Marhamat, savolingizni berishingiz mumkin. Mayli. Mani o'g'lim, assalomu alaykum. Bizning ismim chiqdi. Assalomu alaykum. Mani o'g'lim 98-yil. Juda ham yaxshi. Marhamat, davom eting. 98-yilda u gidrotsefaliya bo'ldi-da. 99da. Xo'sh. Keyin unga qon quyishdi-da. Qon quyganda unga gepatit C o'tib qolganda, endi nima qilsak bo'ladi? U hozir katta bola. Shundan qo'rqib o'tiribman-da, nima bo'lib qolmasin deb. Birinchi savol, qayerda qon quyildi? Xorazmda edik biz, Xorazmda. Ikkinchi savol, gepatit C o'likmi, tirikmi? PCR topshirganmisizlar? Endi o'shani bilmayman-da. Biling-da, ertaga boring, chiqing,
PCR o'likmi tirikmi, PCR kачество, gepatit C kачество topshiring. Bu birinchisi. O'zi birinchi o'rinda IFA topshiring. Umr davomida C bo'lganmi ko'rib oling. Ha bo'lsa PCR, gepatit C kачество, tirik bo'lsa количество va fibroskan. Xo'sh, gepatit C dan nega qo'rqamiz? Jigarni yeydigan ekan. Xo'p, bitta fibroskan qildiring. Jigarda zararlanish bormi? Yoki eng yaxshi yo'li, keling ertaga shunday yonlaringizdagi gepatologga yoki infeksiyangizga uchrashing, hammasini o'zlari qilib beradi. Yoki keling klinikamizga. Demak, mana shu jarayonda Saodat opani telefon raqamlarini yana bir bora biz e'lon qilamiz. Manzillarini ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ham faollar, savollaringizni bemalol yo'llashingiz yoki bo'lmasam tibbiy ko'rik uchun ularning manzillariga borishingiz mumkin, azizlar. Demak, ko'rsatuvimiz sekin-astalik bilan o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Saodat opa, aytingchi, tomoshabinlarimiz ko'proq nimalarga e'tibor berishlari kerak? Demak, mana hozir juda ham tibbiy savodxonligimiz oshib boryapti. Hamma telekanallarda meditsinsk ko'rsatuvlar bo'lyapti. Men juda ham xursandman, chunki xalqimizning tibbiy savodxonligi oshsa, bizda kasalliklar kamayadi. Ya'ni oldini olinsa, u kasalliklar kamayadi. Men har doim aytaman, aytadi-ku, 3 ta tabib deganda toza havo, quyosh, suv deymiz-ku. Agar insonlar vaqtida uyqu rejasini to'g'rilasa, yurishni ko'paytirsa, og'izga kirishni kamaytirsa, eng asosiysi shu deyman. Masalan, men har doim xo'jayinimdan kuch olganman. Xo'jayinim 20 yil bo'lgan bo'lsa, 20 yildan beri yozda ham, qishda ham, qor yog'sa ham, yomg'ir yog'sa ham ertalab 5 ta turib yuradi. Yoz paytlari bizani ayamay olib chiqadi, boshqa 4 ta bolam bor. Bizani olib chiqadi, yuringlar. O'g'illarim bilan futbol o'ynaydi-da. Mana yomg'ir yog'ganda, qor yog'ganda bizani ayaydi-da. Bugun yomg'ir ekan, sizlar yotaveringlar. Lekin o'zi chiqib ketadi. Mana bu men xo'jayinim yaqinda 50 ga kiradigan odam, hech 50 yosh bermaysiz-da. O'sha uchun men aytaman, nima uchun eski zamonda hali yoki hozir ham tog'larda yuradiganlar uzoq yashaydi deyman. Yuradi. O'sha uchun hammaga harakat ko'p. Harakat. Asosan hali bizda ko'proq hozir bilasizmi, biza yeyish uchun yashab qoldik-da. Yashash uchun yemayapmiz-da. Yashash uchun yeyishga o'tsak, to'g'ri, o'sha har doim aytilgan narsani qilsak, vaqtida uxlansa, vaqtida turilsa, badan tarbiya qilinsa, yurilsa, hammasi joyiga tushadi. Va albatta shifokor ko'rigiga borishi kerak. O'zi shifokor ko'rigida har doim orzu qilganman, 1 yilda bir marta check-up. Chet ellarda bor, check-up. Sochini uchidan tirnoqqacha tekshirib olishadi-da. Va u nimaligini aytmaydi. Hozir bizning O'zbekistonda men o'zimni bemorlarimni mosladim. Iltimos, mayli, boshingni uchidan tirnoqqacha tekshirmasak ham mayli, shikoyatingni ayt. Check-up shikoyatingga qilib beray. Shikoyatni aytsam, menga hech narsa demadi deyman. Klinikamiz shu bilan ishlaydi. Ya'ni shikoyatini aytaveradi, biz shikoyatni eshitib turib yozaveramiz. Va uni yozgandan keyin biz aytamiz, "Ha, mana bu shikoyatingizni bu tuzatadi." Bu hammasini olamizda, natijaga qarab o'zini shifokor bilan davolab beramiz. Hech o'zi 1 yilda bir marta shikoyatingiz bilan check-up qildiring. O'zingizga yaqin shifoxonagami, mutaxassisga boring yoki keling klinikamizga. Biz klinikamiz shikoyatlar bilan ishlaydigan klinika. Rahmat Saodat opa, tibbiy maslahatlar uchun, studiyamizga kelganingiz uchun o'ylaymizki, jonli efirimiz barcha tomoshabinlarimizga manfaatli bo'ldi. Azizlar, unutmang, sog'lik eng oliy ne'mat hisoblanadi. Toshkent telekanalida qoling, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi, ammo bizdan so'ng yana jonli efir sizni kutib turibdi. Salom Toshkent dasturi efirga chiqadi. Demak, Toshkentda qoling. Xayr.